Ey, nima qilsan? Ko'rmayapsizmi? Uy quryapman. Sizga qolsa, hali beri bunday bir kattaroq uy ham olay demisiz yoki tayyor joyga qurilish ham qilay demisiz. Voy, mana bunday bir odamlarga o'xshab, ko'p onasi bor uyda yashagim keladi. Jinnimisan? Tomgami qurasanmi? Nima bo'pti? Yuqori qavatda turamiz-ku. Tepamizda hech kim bo'lmasa, bemalol qurish qilsak bo'ladi, adasi. Bo'pti, men hozir ustalarni olib kelaman. Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida ko'p qavatli uylarning birida tom qismiga o'zboshimchalik bilan qurilish qilayotganlar aniqlandi. Endi o'tib tushdi-da, mana necha etajligini bilmadim, lekin shuni tepasidan ham uy qurishyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan holat yuzasidan Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan o'rganish ishlari olib borildi va o'rganishlar davomida poytaxtning Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli ko'chasi hududida joylashgan ikkinchi A sonli ko'p qavatli uyning tom qismida mulkdor tomonidan loyihadan chetga chiqqan holatda hech qanday ruxsat hujjatlarisiz o'zboshimchalik bilan tom qismida og'ir turdagi qurilma qurayotganligi aniqlandi. Shuningdek, mulkdor tom qismiga xonadon ichidan zina o'rnatish maqsadida ko'p qavatli uyning temir beton plitasini noqonuniy ravishda teshib, binoning konstruktiv holatiga ham shikast yetkazgan. Holat yuzasidan mulkdorga nisbatan joyida Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasi 3-qismi bilan jarima qo'llanilishi hamda mazkur holatni bartaraf etilish yuzasidan majburiy bo'lgan 30 kunlik ko'rsatma pochta orqali yuborilishi ma'lum qilinadi. Bundan tashqari, mazkur belgilangan muddatda holat bartaraf etilmagan taqdirda tumanlararo fuqarolik sudlariga da'vo arizasi kiritilishini ma'lum qilamiz. Eslatib o'tamiz, bu kabi o'zboshimchalik bilan amalga oshirilgan qurilish ishlari binoning seysmik barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, unga qo'shimcha yuklama yuklaydi hamda boshqa fuqarolarning hayoti va sog'ligi uchun xavf soladi. Shu bois barcha fuqarolardan qurilish va qayta rejalashtirish ishlarini faqat belgilangan tartibda tegishli ruxsat hujjatlari asosida amalga oshirishlarini so'rab qolamiz.